Ukam gördüğüm skip tashladı. Bugün ochilgan profilida 18 mingta odam bilan o'tirdi. 400 ga podarka oldi. Bugun ham ochildi. 25 minut o'ynadi. Ha. Tan berdingmi yo'qmi? Aylanib menga kelib sikilib ketadi. Yo'q, senga kelib sikilmaydi, sen bilan o'ynamaydi u. Men ham o'ynash niyatim yo'q. Bir Sen kun unga keladi. vizit tashlading, sen vizit tashlading, kesin. Men vizit tashlaganim yo'q. Men vizit tashlaganim yo'q. Qotog'imni qo'yganman, tushundingmi? Ey gandon. Men bilan. Ey zek, ey Sen zek. bilan urushma, men urushmoqchi emasman. To'xta, zek eshit. Mana senga misol, to'xta. Mana sen realni qaraysan, ha? Realni qaraysan, ha? Skip tashladi deyapsan, ha? Skip tashladi deyapsan, ha? Ha? Bu bolan kelajagi yo'q. Senda bormi? Bor menda. Qayerdan bilasan? Xudo biladi kim nima bo'lishini. Eshakdagi Kelajagi yo'q. Aka. Ey. Tushuntir. Yo boshqa narsa. Aka. Yo to'xta. Mana misol, eshit. Aka, eshit. Har kuni yalang'och yuguryapti. Qanaqa kelajak bo'lishi mumkin, aka? Mana men qara, mana men Zek aka. Bir marta ko'tman deb, hazillashib sonimga baklashganmi, tegizganimga aka, qanaqa isnot bo'ldi aka. Tushunyapsanmi? Unda jala bilib faoliyati polniy isnot. Xo'p. Takoy kelajak ko'ryapsan. Mana senga savol. Eshit. Realni gapirchiman, realni gaplashamiz. Qara, eshit. Realni gaplashamiz. U nima qildi? Sendan donator tortib olgani yo'q. Sendan keyin chiqib degani yo'q. Eshit. Nima bunchalik sen uni nima qilishni boshlading? Boyagidek. Nima qilishni? Tanqidga olishni boshlading. Nima bola bo'ldi sen? U birinchi boshlagan. Nima dedi u? Seni gapirmadi-ku. Men xabarim bor ekanmasdan. Gapirdi-da. U aytdi senga. Donatorlar bilan gaplashibdi, men aktiv olishim kerak deb aytibdi. Ukajon, o'zing yo'lingda yotoqda eshit, buzmay turib, men so'kmoqchi emasman. Men ham eshityapman. Noto'g'ri gapirayotgani uchun men keltirib beryapman. Xo'p, eshit, keyin aytaverasan. Keyin u senga aytdi. Короче dedi, o'zingni yo'lingda yuraver uka. Men senga, sen menga bir-birimizga to'g'ri kelmaydi ekanmiz. Bosavergin sen dedi. Uno demadi-da. Nima dedi senga u? Efirga chiqib turib, qara. Lichkadan yozdi menga. Bekxan, hammasi joyida, ukajonim addushi. Men seni hurmat qilaman. Men ham sizni hurmat qilaman. Aka, addushi dedim. Degandan keyin efirga chiqdi-da u. Efirga chiqib turib, men Bekxandan kutmagandim. Men unaqa kutmagandim. Bekxan, qarchi meni xalqqa yomon ko'rsatdi aka. Tushundingizmi? To'g'rimi xalq? Shu gapni gapirdimi? O'shandan nizo chiqdi. Agar qara 2 kun o'tmasdan ona Aziz Hezalak. Bekxanning onasini eshak siksin. Pul uchun onasini sotadigan g'ar deb men hech nima demagan joyimda, ikkalasini ustoz deb hurmat qilib yurgan joyimda onamdan so'kdi. Videosi ham turibdi. Mana shunaqa ish qilganda sen nima qilarding? Mana meni hozir ishim yo'q. Men auditoriyamni qilaman, indamay ketaman. Ular meni eski videoyimni oldida, anaqasiga Telegram kanaliga qo'ydi. Men hech qanaqa video qo'yganim yo'q edi. Keyin to'xta dedim. Mana senlarnikini ham qo'yish kerakmi dedim-da, mana o'ta yomonigacha sikib tashladim. Shuni Telegram kanalimga kirsang, maqtayotgan odamingni har turli qip-qizil Mersda, oppoq paypoda, qora paypoda, yalang'och holatda shuni hammasini ochdim aka. Mana men o'zim yo'limdan ketaman. Holisi 100 ming odam bilan o'tirsin. Mana men bu tarafga ketaman. Bo'ldi, всё, temani yo'q. Ya, men u gapirmayapman, prosta aytmoqchidim. Sen hozir qilayotgan xatti-harakating noto'g'ri-da. Sen o'zing yo'lingdan ket. U so'kdi, men so'kdim. Bo'ldi, nimasi? Sen uy olish maqsadida uni tarafini oyapgan bitta ko'tsan. Opachangni yeriman men seni, singlingizga tfe onangni. Mana nimaga ko'ryapsam, uy olish dardida yurgan sen gadoysan. Mana misol jalab. Qochib ketyapti. Ko'rdinglarmi jalab? Ey! Meni jag'imni ochishmagan. Bitta sikaman, ey! Hezalak.
Qo'tto bojala paxta qo'yib yurib jalab birorki 20 ming odam bilan kelsa naxo'y jalab. Mo'ltalanib uy oldirib olmoqchisan naxo'y. Hizzalak. Jalab bila, jop yalang'och insonni jalab bila orqasidan kelgan uy naxo'y kerak bila. Senlar shoshmay turgan jalab bila. Prosta haqiqatni tan olishni bilmayapsiz. Xolos xalq, ko'zni ochaylik bila.